aka, shu o'zimni yo'limda kelayotgandim, ulgurmay qoldim-da, aka. Ha, voy, nima qilding? anaqa kraska qilsa ketadi, aka. Qilsa bo'ladi. Ketib qo'yma, hozir hisoblatamiz, usta chaqiraman. Alo, Shahriy. Ishxonamdan qo'zg'alib o'tdim. Orqamdan bitta dastlabchi meni kelib, kalla qo'ydi orqa eshigini. Shilinib yotdi, kraskasi ham ketdi. Kel, bir hisoblab ber. Nech pul bo'ladi, aka? Ketib qo'yma, hozir usta keladi. O'zimni yo'limda kelayotgandim lekin. Voy vo. Odam boshiga omad qush qo'nganini ko'rganman-u, lekin qora qarg'a qo'nganini ko'rmagan ekanman. Ish qilib yuvib chiqmading? Qo'lingni? Bo'ldi. Xo'p, aka. Peshanada endi, aka. Peshona ham sho'r ekan-da. Bo'ldimi? Ye, okey. Gideta bir 1000 so'm, undan ko'proq pul ketib qoladi-yu. Men senga buni hisoblamadim. Bunikini hisobladim. Ye? Bu 200 dollar tursa kerak. Yengilsimi? Ha? Bo'ldi, bunga yenga olib beringlar. Mashinani ertaga tashab ketaman. O'zing to'g'rilab berasan buni, xo'p? Hop, hop. Tushunmadim, aka. Nimasini tushunmaysiz? Sizdan bir so'm pul kerak emas menga. Chunki bir paytlar men ham dastlabchilik bo'lib ishlaganman. Buni mashaqqatini juda yaxshi bilaman. Hazillashmayapsizmi, aka? Yo'q. Ha? Ketursam bo'ladi. Siz o'zingiz tuzatib olasiz. Voy, okajonim! Mujik odam ekansiz, aka. Uzr. Ochig'i kutmadim lekin. Keyin hushyor bo'lib qaytaylik. Yo'q, buni o'ylamang, bu arenda, aka. Buni qaytarib beraman baribir. Vobshe o'ylamang buni, aka. Ketsam bo'ladimi? Hisob bo'ling, aka. Mayli, hisob. Dastlabkilar bo'lsa, to'g'ri borib beraveraman. Sizdagi yaxshi insonlar ko'paysin. Mujik odam ekansiz lekin boru. Ey, o'n narsani yesa bugun tekinga dastlabki qilaman boru.